Demak, bugun biz Slovakiyaga ishga borish haqida gaplashamiz. O'zbekistonliklar ko'p ishlayotgan mamlakatlardan biri. Slovakiyaga qanday qilib borish mumkin, u yerda qanday ishlar bor, sharoitlari qanaqa, oyliklar qanaqa, shu va shu atrofida gaplashamiz. Mutaxassis chaqirganmiz doimgidek. JobBridge xususiy bandlik agentligi ijrochi direktori Avazbek Baxtiyorov. Xush kelibsiz Aziz aka. Assalomu alaykum aka. Xushvaqt bo'ling. Avvalambor rahmat ko'rsatuvga chaqirganlaringiz uchun. Demak, biz ozgina faoliyatimiz haqida ma'lumot berib o'tsamda, keyin umuman Slovakiyaga diqqatimizni qaratsak. Demak, biz JobBridge xususiy bandlik agentligi asosiy maqsadli auditoriyamiz deymizmi yoki maqsadli davlatlarimiz bu asosan Yevropa davlatlari hisoblanadi. Biz asosan diqqatimizni shu davlatlarga qaratganmiz, xususan Slovakiya, Xorvatiya, Bolgariya, Litva, Estoniya kabi davlatlar bilan aktiv ravishda, demak, hamkorlik qilib kelamiz shu kunga qadar. Demak, tabiiyki Slovakiya ham o'sha bizni diqqatimizni jalb qilgan davlatlardan biri hisoblanadi, chunki bugungi kunga kelib mana shu Slovakiyaga bo'lgan o'zbeklarning qiziqishi juda ham ortib boryapti. Chunki u yoqda ham o'sha bizni ko'nikmalarimizga mos ishlar odatda ko'proq taklif qilinadi. Ya'ni Slovakiyada o'sha savol o'rinli bo'lsa, mana shu javob asosan unskilled yoki semi-skilled, ko'nikmasiz yoki bo'lmasa yarim ko'nikmali odamlarga ehtiyoj bugungi kunda juda ham ortib borgan. Ya'ni biz kutmasligimiz kerakki, ofis ishlariga u yoqda jalb qilinishni, aksincha o'sha qishloq xo'jaligi, qurilish, ishlab chiqarish, avtopromlarda, ya'ni avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlarda asosan ishchi kuchiga ehtiyoj juda ham ortib boryapti va bizni nima deydi, yo'nalishlarimiz ham mana shular hisoblanadi.